aile birleşip sınıf açkandık. Beşide bu balla degan faaliyetlerini qilib naqsh etib shundan o'tkazgan. Borgan sari sinfimizning nemizda qurilmasi mukammalashib, bu bolalar ilib bergan ortida bolalarimizni savad paparda chiqdi. Xudoyimiz haqiqatan sizlarga puta ilib berib o'tirdi. Bolalarimizni oldiga ilib chiqdi. Cho'ngdalarning yordamchiligi. Shundan yaxshi nim qo'ydi. Shundan bolalarimizni sinfiga hozir rasmiy ism qo'ydik. Qurbanjonning taklifi bilan sinfimizning maktabimizning ismi Oltin Bo'so'ga biz bu nomni qo'yishimizga sabab bu endi Uyg'ur endi tilimiz, Uyg'ur tili, madaniyatimiz, dinimiz, islomni o'rganadigan bir ish bo'lsinmish bolalar uchun deb shu nomni tanladim. Shu yana endi qolgan faoliyatlarimizni, qolgan gap so'zlarni natijasida bolalarimiz o'zini ko'radi. Oldi bilan nima o'qitamiz bolalarim? Biz musulmon degan kollektiv quramiz. Allah'ını yazıp oflayın.
Aa, yaxşı. Maşinamı yerine hızlı çırak döyende bunu tutmayma. Arif bilen Aline bizi bir çak orlar. One kısa kontrabalıdır. Makul olmuş, makul olmuş lazım.